Bu mening o'zimning chizgan rasmim, ya'ni bu men. Bilaman, bir fikr keldi. Bu xuddi Stranger Things'dagi narsaga o'xshaydi. or something. Salom, men Jenny va men o'zimning avtoportretimni haykal shaklida yasayman. O'zimni xuddi san'at darsida o'tirgandek his qilyapman. Men umuman yaxshi haykaltarosh emasman deb o'ylayman. Buni qilishdan biroz qo'rqyapman. I'm taking my Tirnoqlarimni olib tashlayman, bolalar. Menimcha bular bilan haykal yasay olmayman. Bu mening tanam. Avval tanamni yasashga harakat qilyapman, keyin yuzini qilmoqchiman. Menimcha ko'zlarim. Deyarli ko'zim to'liq ko'rmaydi va yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun men oynaga juda ham yaqin turib o'zimga qarayman. Va keyin bu yerda ko'zlarim bo'ladi. Bu men uchun bir davrdan ko'proq hayot tarzi. Men qilayotgan barcha ishlar mening albomim bilan bog'liq. Mening fikrlashim, bu albom uchun o'zimni jismonan tayyorlayapman. Keyinchalik nimalar bo'lishiga. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bu mening hayot tarzimga aylangan. This is really Bu juda ham fun. qiziqarli. Menga yordam beradigan nimadir bormikan deb o'ylayapman. Kesish uchunmi? Bunday. Tekislash uchunmidi? Tekislash uchun. Men bu haqida o'yladim va mening javobim: men bu hayotimdan zavqlanishni xohlayman, pop yulduzi sifatida, va keyin o'yladim, keyingi hayotimda qanday bo'laman? Hozirgi vaqtim eng zo'ri deb o'ylayman va ishimni sevaman. Uning nimasi sizga ko'proq yoqadi? Men 30 kishining yonida nimadir yasab ko'rsatishga imkonim bo'ldi. Oxirida yana bir kesamiz. Keyin buni olsam bo'ladimi? Ha, bu sizniki. Shunchaki buni mukammallashtirishim kerak. I think I'm Buni hali to'liq tushunganim yo'q. Qachon to'xtashni bilmayman. Men shunchaki o'rganib qolganman davom etishga. Ro'yxatimda hali qilishim kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p va har safar men o'zimni kuchliroq bosim ostiga qo'yaman. Shuning uchun hozircha menda limit yo'q. Keyingi yilga reja qilishim mumkin. Balki ishlarimni sekinlashtirarman. Uyda bo'lish mening eng sevimli mashg'ulotlarimdan biri. Menda deyarli umuman vaqt yo'q uyda qolish uchun. Pandemiyadan keyin va qilmoqchi bo'lgan juda ham ko'p ishlarim bor. Kelajagim uchun. Balki mehnat ta'tiliga borarman. Yotog'imda ko'proq vaqtni o'tkazishni xohlayman. Va kino ko'rish hamda yaxshiroq nimadir yeyish. Bular men so'raydigan narsalar. Uyimdagi muhim narsalar. Men qayerga borsam ham o'zimni uyda his qilishim uchun yostiq va adyolimni o'zim bilan olib yurishni yaxshi ko'raman. Uyga yaqin his qilishim uchun. Meni judayam katta chamadonim bor. Qayerga borsam ham ko'tarib yuraman. Unda deyarli uyimdagi hamma narsalar bo'ladi. Menimcha bu ko'proq qulaylik masalasi. Ya'ni xuddi shunday narsani sotib olishim mumkinligini bilaman, lekin uyimdagi biror narsa bo'lishining o'zi boshqacha hissiyot beradi. Qaniydi yana biroz to'qroq qizil rang bo'lsa qila olasizmi? wow. Yaxshi savol. Men guruhdagi hamma narsani joyidan chiqib ketmasligini ta'minlaydigan do'stman. Ular biror qaror qabul qilish kerak bo'lsa yoki yordam kerak bo'lsa, ko'pincha menga murojaat qilishadi. Or need help. Bu kutilmaganda chiqib qoldi. Rahmat. Men buni shu yerga qo'yaman. Buni ishlatmoqchimisiz? Menimcha yo'q. Harakat qilyapman. Bu juda ham yumshoq. Buni aralashtirishim kerak. Men taslim bo'lmaslikni o'rgandim. Bu narsa menga albom ustida ishlash jarayonida ma'lum bo'ldi. Bu yo'l oson
bo'lgan deb ayta olmayman, lekin har safar yangi vaziyatga duch kelganimda yoki yangi narsani o'rganganimda o'zimda ko'proq harakat qilishga undab bordim va albom aynan shunday yaratildi. Shuning uchun men bundan juda faxrlanaman va o'zimdagi shu jihatni yaxshi ko'raman. Hamma narsani men uchun bir qiyinchilik edi. Bu mening birinchi yakkaxon albomim edi, to'liq albom. Men butunlay yangi narsaga duch keldim. Ko'p qiyinchiliklarga duch keldim, ammo men o'zimdan shu hislatim bilan faxrlanaman. Hayotimdagi judayam katta yangi hodisa bo'ldi. Hozir men gul yasayapman. Qizil atir gul qilish uchun gul barglarini yasab chiqyapman. Siz bosh yoki soch qilmoqchi edingizmi? Bu mening yuzim. Bu yuzingizmi? Ha. Agar men musiqa tinglasam, juda tez chalg'ib ketaman. Agar diqqatimni jamlashim kerak bo'lsa, musiqa tinglamayman. Men meditatsiya qilaman. Buni pandemiya paytida ancha ko'p qilishni boshladim. Ha, keyin bu hayot tarziga aylandi. Shuning uchun meditatsiya mening albomimning har bir qismi desam bo'ladi. Qanday jihatdan? Ko'pincha men meditatsiya qilayotgan paytimda o'zimni so'zlarim va ifodalarim bilan eng ijodiy bo'laman, chunki bu xavfsiz joy ekanligini bilaman. Bu menga o'zimga e'tibor qaratishga juda yordam beradi va o'zimga qanchalik kuchli va ishonchli his qilsang, shunchalik yaxshi versiyang paydo bo'ladi. Yana ko'p foydalari bor. Hozir ularning hammasini sanab bera olmayman, lekin bu mening albomimning juda muhim qismi bo'lgan. Men o'zimda ishonchsizlik yo'q deb o'ylayman. Shuning uchun ham shu yerga yetib kelganman. Men nima xohlayotganim va nima yoqtirishim haqida aniq bilaman. Bu vaqt o'tishi bilan yangi narsalarni o'rganish va yangi tajribalar orttirish orqali o'zgarishi mumkin, lekin men har doim kechirasiz, bu men qilayotgan ish bilan bog'liq. Men har doim o'ylashim va qarorlarimga 100% ishonishga harakat qilaman va uning oqibatlarini qabul qilaman. Juda uzr bolalar, men go'yo vaqtni cho'zib yuboryapman. Okay, guys. Xo'sh, I am bolalar, ready men to reveal tayyorman. my 1, self-portrait 2, in 3, 2. tada! This Bu is men hozir who I qanday am ekanligimni right ko'rsatadi. now. Men o'zimni This is how I albomim envision Ruby chiqishi myself bilan shunday with tasavvur my qilaman. album Men Ruby coming tinchman, out. men I zen am holatidaman. peaceful. Ruby qizil rangida I am gullab zen. yashayapti. I'm Men o'tirib blooming meditatsiya qilyapman. Men in the o'zimni shunday ruby red ko'raman. color. Orqa fon ham I'm just shunday. Men sitting buni there shunchaki meditating. This tasavvur is how I see qilyapman. myself. Bu And juda maxsus. yeah, the back. I'm just Judayam manifesting chiroyli. this. This is so Vanity Fairga special. rahmat. Thank you, Bugungi Vanity vaqt Fair, for uchun, creating bugun this Clay time. bilan ishlash va sizlarning savollaringizga javob berish juda so much yoqimli fun bo'ldi deb ayta olaman. working with Clay today. Barchaga And e'tiboringiz uchun answering you rahmat. Shu guys' kabi questions. videolar uchun kanalimga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang.